Mana oldimga kelib 100 ming bering. Bo'ldi ukam, ketdik bo'lmasa. Omadli o'yinimizga qatnashtiraman ukam seni. Do'stlar, o'zimizni mahalladosh bratishga yutib olibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom ukam, sog'liksizmi? Ha. Oldimga kelib 100 ming bering degan ekan. Qanaqa shart yozishlaringizga qat'iy nazar, omadli o'yinimga qatnashtiraman. O'zim kelib, katta Qo'rg'ondan bo'lasizlarmi, katta Qo'rg'on tashqarisidan bo'lasizlar, farqi yo'q, manzilli. Yutsanglar bo'ldi kommentariyada. Shart beryapsizlarmi? Kelib bajaraman. Ukajonim 100 ming deb yozibsan, buni ichida 100 ming ham bor. Chiqqan sovg'a ham beraman. Ukajon chiqqan sovg'a ham beraman, shoshmasdan, omading sinab ko'p. Bir marta bo'ladi omad. P9 nashni yutib ol ukam. Rost ekanmi? Ha, rost. Sen harakat qilaymi? Harakat. Do'stlaring tarqatding videolar. Tarqatdim. Gap bo'lishmaydi. Yer sovg'aymi? Do'stlar, bizda yolg'on yo'q, bizda rost, qorasini oqimi. Qara. Mana ukam. Rost ekan? Qolib bo'ldi, tabriklayman ukam. Do'stlar, kommentariyaga aktiv bo'lamiz. Yozgan shartinglar ko'p ovoz olsa, o'zimiz borib sovg'alarimizni beramiz. Yutsanglar bo'ldi, omad o'yinimiz qatnashtiramiz. Hammaga omad, sog' bo'linglar.